beribsiz? Felix Angliyada o'ynashni orzu qilyapti, ayniqsa Newcastleda. Biroq madridliklar uning uchun 300 million so'rashyapti. Bu masalada bizda muammo yo'q. Juda soz edim. Agar Felixni xohlasangiz, Real Madridga taklifni yuborish kerak, lekin transfer oynasi deyarli yopilib bo'ldi. Faqat bitta muammo paydo bo'lishi mumkin. Qanaqa muammo? Fernando Pintos. Men fransuz tilida gaplashayotgan birinchi shayxsiz. Tushunaman. Meni kechirasiz u. Felix Saudiya ligasida kelishiga hali ancha erta deb qo'rqaman. U Yevropadagi faoliyatiga yakun yasamagan. Yevropaga parvoz qilishi mumkin bo'ladi. Istalgan paytida. Uni shaxsiy samolyoti bo'ladi. Ha, bu ajoyib taklif, ammo buni nazarda tutmadim. Biz Realga 400 million yevro taklif qilamiz. Xo'sh, nima deysiz? Janob Berzo, maqsadimiz eng buyuk jamoani yaratishdir. Felix uni tarkibini o'zi tanlaydi. Xohlasangiz, murabbiyni ham ishdan chetlatamiz. O'zingiz murabbiy bo'lmaysiz. Hazırlaştım. Ciddi aytganda, biz Saudiya Arabistonini dunyoni futbol poytaxtiga aylantiramiz. Yaratganni o'zi qo'llasin.